Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana bugun sizlarga yaxshi joydan 10 sotikli imorat uchastkamiz obzorini qilgani keldik. Bu joyimiz qat'asida Toshkent viloyati Nurafshon shahridan Ma'rifat mahalla fuqarolar yig'ini Fidokor ko'chasida joylashgan 10 sotikdan iborat bo'lgan xonadonimiz boshlang'ich narxi do'stlar. Men o'zimdan kelib chiqib qo'yman. Uy egalari qilingan xarajat, lokatsiyasiga qarab narx chiqadi. Xudo xohlasa yana kimgadir ma'qul kelsa, aloqaga chiqib savdolashib bemalol sotib olishingiz mumkin. $120 ming 10 sotikdan iborat, ikki taraf darvoza. Xullas o'zingizlar ko'rib o'tasizlar. Xudo xohlasa kimga ma'qul kelsa, ekranlar pastida raqamlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqib savdolashib olishinglar mumkin. Agar biz reklama xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, tepadagi raqamlar o'zimizning raqam. Do'stlar, aloqaga chiqsanglar, Xudo xohlasa uy-joy qilaman deb yurgan yoki uy-joy sotaman deb yurgan yurtdoshlarimizga Xudo xohlasa xayrli ishlarda bir yerda sabab bo'lib qolamiz. Kuzatishda davom etamiz. Do'stlar, mana Xudo xohlasa uy-joyimiz, mana ko'chalarimiz asfalt, maktab, bog'cha, butun viloyat hokimligi, Nurafshon shahrining hokimligi, butun yagona darcha ismi, taksi xizmati, internet, prezident maktab, xullas hamma sharoitlari bor. Nurafshon shahrining markazida joylashgan xonadonimiz. Mana do'stlar, fasad qismi taxminan bir 35 metr keladi. Bir 90% pishgan g'ishtdan qurilgan uy-joyimiz, tunuka profillar bilan rossiyskiy o'sha yog'och mahsulotlar, xullas 21-asrda trendda o'sha hozir havasda qurilayotgan yaxshi uy-joylar do'stlar. Kimga ma'qul kelsa, Xudo xolasa mana shu sizlarga obzorni qilamiz. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, bu yoqda ham mana darvoza. Xohlasangiz ikkita aka-uka bemalol 10 sotikdan iborat mazza qilib yashashi mumkin. Mana gaz bor, svet bor, internet bor, mahallamiz o'zi bemahalla, hamma sharoitlari bor. Toshkent shahri shu xonadonimizdan do'stlar, Qo'yliq eski dehqon bozorimiz 25 km, Fort Cityga 21 km yo 20 km. Mana do'stlar, Chinozqumdan sement shuva qilib qo'yilgan. Darvozalarimiz ikkitalab qo'yilgan. Mana ko'chadan naryoqda zallar rom qo'yilgan. Akfa alyuminiy profil romlari bilan, temir panjaralar bilan chiroyli qilib qo'yilgan. Do'stlar, uy-joyimizni Xudo xolasa faqatgina shu fasad qismini remontlari qo'ygan. Yaxshilab travertin o'sha mana do'stlar, kirganingizda chiroyli darvozaxona. Mana bu yoqda o'ng qo'limizda mana bunaqa yog'och so'rlarni qo'yib qo'yilgan. Mana chiroyli supa qilib yozgi kunlarda mazza qilib dam oladigan. Keyin naryoqda yana bitta darvoza. Bu paratli darvoza bo'lsa, narigi o'sha xolisi chorvachilik, Xudo xolasa qo'yxonalari ham yaxshi niyat qilib o'zlari uchun qurgan ekanlar do'stlar. Uy-joyimiz akvaplastdan eshik romlari juda ham zo'r. Mana bunday qilib kafellar qilingan. Kirganingizda Xudo xolasa do'stlar, mana bu yoqda zal ko'rsatib o'ting. Akfa alyuminiy profil mana shu registrlar bilan jihozlangan uyimiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas do'stlar. Pishgan g'isht, rossiyskiy o'sha yaxshi mahsulotlar bilan uy-joyimiz qurilgan, o'zlari uchun qurgan ekanlar. Endi o'sha sotish maqsadlari ekan do'stlar. Mana kimga Xudo xolasa ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqib, Xudo xolasa lokatsiya tashlab berishadi, kelib ko'rsanglar bo'ladi. Mana do'stlar, juda ham zo'r. Mana kirganingizda Prixoshkadan o'ng tarafda mana oilaviy bemalol kuchnya, bemalol joy qilib, mazza qilib, oshxonadan foydalanib, mana shu televizor qo'yib, mazza qilib yeb ichib dam olsa bo'ladi. Keng, juda ham zo'r, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana bu yoqda to'g'rida sanuzel do'stlar, dushovoy, unitaz, unvanlik, hamma sharoitlari bor, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana bu yoqda xohlasangiz ota-onalar yotoqxonasi yo bolalar xonasi qilib foydalansangiz bo'ladi. Mana romlari ko'chaga qaragan, xuddi o'sha uyimizning fasad qismidan ko'cha bu yog'i. Temir panjaralari bilan juda ham go'zal. Do'stlar, Xudo xolasa kimgadir ma'qullik bo'lsa, ekranlar pastida raqamlarni qo'yib o'tamiz, bemalol savdolashib olishingiz mumkin. Gaz, suv, svet, internet, hech narsadan muammo yo'q. Taksi xizmati Nurafshon shahri juda ham zo'r. Mana uzoqdan ko'rsatib qo'ying. Mana bu Novosturka domlar do'stlar, o'zingizlar ko'rib turgan. Hamma sharoitlari bor, juda ham zo'r joy. Do'stlar, Xudo xolasa Toshkent viloyatining yuragida joylashgan. Mana do'stlar, Xudo xolasa mana bu yoqda o'zining uyimizning yuragi bo'lgan o'sha kotelli do'stlar, mana juda ham zo'r. Hamma sharoitlarni o'zlari uchun qilayotgan ekanlar. Endi sotish zarurat bo'lib qolgan ekan. Mana do'stlar, yozgi kunlarda mazza qilib mana o'choq, qozon deysizmi, bemalol hammasidan foydalanib mazza qilib yashaydigan uy-joy do'stlar. Chiroyli qilib shuvoqlar qo'yilgan, patmayak qilib Chinozqumda sement bilan rasulda mana bunaqa tennis stollarigacha bor. Mana uzun
ishkomlarni ko'rsatayım. Mana kurugli aylanasiga uzun ishkomlar qilingan. Juda ham zo'r. O'rtasini bog' qilamiz. Bu atrof uzun bo'ladi degan ekanlar. Mana do'stlar, bu yoqda ham yana bitta katta xonamiz bor. Xohlasiz omborxona sifatida, xohlasiz zal qilib foydalanishingiz ham mumkin. Juda ham zo'r. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Uyimiz to'rt burchak. Mana bu yoqda ham endi hojatxona, tashqari hojatxonasi do'stlar. Juda ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Olgan odam, puli bor odam olsa mazza qiladi. Mana do'stlar, aylanasiga mana uyni shundoq tashqaridan ham ko'rsatayım. Mana bunaqa qilib temir profilda ishkomlar qildirgan ekanlar uzunga deb do'stlar. Mevali daraxtlarimiz bor ekan ichida. Uyimiz aylanasiga qo'rg'on qilib o'ralgan. Mana bu yerda qo'yxonalar qilingan do'stlar. Mana bu yerda qo'yxona qilib ishqibozligiga qo'chqorlar boqaman deb niyat qilgan ekanlar. Mana do'stlar, ko'rgan kimga agar ma'qul kelsa, xudo xolsa like bosib qo'yinglar, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Sizlar uchun yaxshi mana shunaqangi chiroyli imorat uy-joylarimizni obzor qilib boramiz. Ana bunaqa qarang, hattoki dimoxotini ham abisochni pishkamishdan qilingan. Juda ham zo'r. Tomlarimiz tunuka profillarda mana bunaqa qo'yxonalari bor. Do'stlar, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Uy-joyimizga mana agorotlari bor. Xullas, mazza qilib yashaydigan uy-joy. 10 sotikdan iborat. Xat hujjat hamma joyda. Mana yana bir bor ko'rsatib o'tayim. Juda ham zo'r. Mana yozgi dam olish uchun mana bunaqa ayvonlari bor, so'rilari bor. Ikki taraf katta darvoza do'stlar. Mana. Bu yoqdan ham chiqib ketaverasiz. Mana, bu yoqlarni ko'rsatayım. Mana bu yoqdan ham darvoza do'stlar. Ikki taraf bemalol ikkita aka-uka xo'jalik bemalol yashasa bo'ladi. Mana do'stlar, bu yoqdan ham ko'cha. Juda ham zo'r. Uy-joyimiz yana bir bor tashqari fasadini ko'rsatib o'tgan. Mana do'stlar, uy-joyimizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana shunaqa uy-joy qilaman deb yurgan, orzu havas qilgan aka-ukalarimiz bo'lsa, xudo xolasa videolarimizga like bosib, Alloh bizga ham nasib qilsin deb, xudo xolasa mana shu videolarni ulashib qo'yinglar do'stlar. Xudo xolasa mana shu uy-joy qilaman deb yurgan aka-ukalarimizga do'stlar, mana shu yurtdoshlarimiz uchun xizmatdamiz. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, O'zbegim uylari kanali Baxtiyor aka Soliyev bilan birgalikda ikkita kanalda ham shu uy-joylarni joylab, xudo xolasa uy-joyingizni tez sotilishida, tez uy-joyli bo'lib qolishingizda, xudo xolasa sababchi bo'lib qolamiz. Like bosib, obuna bo'lib, videolarimizni ulashib qo'ysanglar, xudo xolasa maqsad shu yurtdoshlarimizga g'animat dunyoda azina bo'lsa ham foydamiz tegib qolsa. Do'stlar, mana yana bir bor ko'rsatib o'tayim, juda ham zo'r. Havas qilganlar yaxshi izohlarni kutib qolamiz hammanglardan, xudo xolasa. Do'stlar, juda ham zo'r uy-joy. Mazza qilib ikkita xo'jalik yashasa bo'ladi. 10 sotikdan iborat. Puliga kelishsanglar bo'ldi, do'stlar. Juda ham zo'r. Gap so'z bo'lishi mumkin emas uy-joyimizga. Darvozalar o'sha zamonaviy, yengil darvozalardan juda ham zo'r, do'stlar. Gaz, suv, svet, suv, hamma sharoitlari bor, juda ham zo'r xonadon. Xudo xolasa endi kimgadir o'sha ma'qul kelsa, chiroyli qilib, ozgina remontlari qo'ygan, xudo xolasa zo'r qilib, mazza qilib foydalanishingiz mumkin. Do'stlar, like bosib, obuna bo'lib, yaxshi fikringizni kommentariyalarda kutib qolamiz. Allohimga omonat bo'ling, sog' bo'ling, shunaqa uy-joy niyat qilgan aka-ukalarimizga Allohim mana shunaqa uy-joylarni nasib. Sog' bo'linglar.